2026 Chevrolet Damas shaharda va atrof hududlarda harakatlanish uchun juda qulay bo'lgan ixcham transport vositasi bo'lib oddiy, ammo funksional yechimlarni taklif etadi. Bu model o'zining ixcham o'lchamlari va keng ichki makoni bilan ajralib turadi. Shuningdek, tor ko'chalarda ham oson boshqariladi va to'xtash joyi topish muammosini sezilarli darajada yengillashtiradi. Tashqi ko'rinishi zamonaviy chiziqlar va silliq konturlar orqali haydovchiga ko'chadagi harakat davomida estetik yoqimli taassurot beradi. Salonda joylashish darhol qulaylik hissini beradi. O'rindiqlar yuqori sifatli materialdan tayyorlangan bo'lib, uzoq safarlar davomida ham qulaylikni saqlaydi. Haydovchi oldidagi boshqaruv tugmalari intuitiv joylashgan va barcha kerakli funksiyalar qo'l ostida joylashgan. Sensorli ekran orqali media tizimni boshqarish juda oson. Bluetooth orqali telefon bilan ulanish imkoniyati mavjud. Shuningdek, sportlar orqali zaryadlash va qo'shimcha qurilmalarni ulash imkonini beradi. Havoni konditsioner tizimi salon ichidagi haroratni ideal darajada ushlab turadi va yo'lovchilarga qulay muhit yaratadi. 2026 Chevrolet Damas kuchli lekin samarali dizel yoki benzin dvigatellari bilan jihozlangan bo'lib, u shaharda ham tezlanishni ta'minlaydi va past yoqilg'i sarfi tufayli kundalik xarajatlarni kamaytiradi. Shuningdek, avtomatik uzatma qutisi haydovchiga qulay boshqaruvni kafolatlaydi va shahar tirbandliklarida ham samarali ishlaydi. Suspenziya tizimi yo'l notekisliklarni yumshatadi va shovqinni kamaytiradi. Bu esa haydovchi va yo'lovchilar uchun yoqimli safar sharoitini yaratadi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan bu model ABS tizimi, barqarorlik nazorati va old hamda yon havo yostiqlari bilan ta'minlangan bo'lib, u yo'l harakatida ishonchli boshqaruv va qo'shimcha himoyani kafolatlaydi. Parkovka datchiklari va orqa kamera tor joylarda qulay to'xtashni ta'minlaydi va haydovchiga qo'shimcha yordam beradi. Mustahkam karosseriya tuzilishi favqulodda vaziyatlarda yo'lovchilarni himoya qilishga yordam beradi. Bagaj bo'limi keng bo'lib, do'kondan xarid qilingan buyumlar yoki dam olish jihozlarini osongina sigdira oladi. Orqa o'rindiqlarni buklash orqali yuk maydonini kengaytirish mumkin va bu uning amaliy foydalanish imkoniyatlarini yanada oshiradi. Shovqinni izolyatsiya qilish darajasi salon ichida tinch muhitni ta'minlaydi, yo'l bo'ylab dam olishni yanada maroqli qiladi. Videoni tomosha qilayotganda Chevrolet Damas 2026 modelining barcha funksiyalarini diqqat bilan ko'ring va o'zingiz uchun eng to'g'ri tanlov qiling. Shuningdek, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda siz avtomobillar haqida dolzarb sharhlar va batafsil tahlillarni topasiz. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring va qaysi model haqida keyingi videoni ko'rmoqchi ekanligingizni ayting. Damas sizning kundalik hayotingizda ishonchli sherik bo'lib qoladi va har bir safar sizga qulaylik bag'ishlaydi.